Xitoyning Zhejiang o'lkasi Aqsu viloyatidagi 30 dan ortiq sanoat qurilishiga 15 milliard yuan mablag' soladiganligini e'lon qildi. Xitoy Xinhua to'rining xabar qilishicha, Aqsu shahri va Zhejiang o'lkasi qarindosh shahar kelishimnomasi imzolaganligining 10 yilligi munosabati bilan ikki taraf orasidagi hamkorlikni kuchaytirish uchun Aqsu shahri sanoat bog'chisi, pul muomala savdo markazi, yong'oq boshqarish, to'qimchilik va tayyor kiyim-kechak, energiya manbasi va 5G texnika ul aslahalar qatorliq sohalarda kelishim tuzilgan. Ko'zatchilar Xitoy hukumatining Uyg'urlarni ishga o'rlashtirish nomida rayon ichi va sirtidagi zavodlarda ish haqqa tuvan qul bo'lishga majburlaganligini, Xitoyning rayondagi majburiy emgak siyosatining tadrijiy kengayishiga va nacharlashishiga boshlaganligini, shunga xalqaro jamiyatning Xitoyning qulluq tuzumiga inkas qaytarish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni ACPE'ning dokladida Xitoyning manglagan Uyg'urlarni dunyodagi donglik markalarni mol bilan ta'minlaydigan zavodlarda ishlashga majburlaganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Yegilinishcha, Xitoy armiyasi Sharqi Turkistonning Xotan viloyati bilan Hindistonning Ladakh chegarasida keng ko'lamli harbiy manevr o'tkazgan. Hindiston vaqt gazeti ta'minlagan uchurga qaraganda, manevr Xitoy chegara qo'g'duvchilari bilan Hindiston chegara qo'g'duvchilari Ladakhning Pungun ko'li atrofida o'zaro to'qinishib uzun o'tmayla elib berilgan. Manevrga manglagan parashyutdan sakrash atirti, bronevik va to'shig'uvchi mashina qatnashgan. Lekin Xitoy taratqularida manevrning konkret o'rni to'g'risida hech qanday uchur berilmadi. Manevrning faqat Hindistonga surayva qilish uchun o'tkazilganligi ta'kidlandi. Amerika Davlat ishlar kotibi Pompeo bu hafta Havoyda Xitoy amaldorlari bilan ko'rishishni planlamoqda. Ammo u yakshanba kuni bir faoliyatga qatnashganda, u Xitoy Kommunist partiyasining erkin dunyoning turmush usuliga tahdid elib keladiganligini yana bir qatim oshkora bayon qildi va boshqa davlatlarning ho'shiyorligini saqlashga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 14-iyun Amerika Yahudilar jamiyati bilan o'tkazgan silliq yig'inida so'z qilganda, Xitoyning barabara Amerika va barliq erkin davlatlar xalqlari uchun qirisqa aylanganligini bildirdi. U biz cho'qim Xitoy Kompartiyasining turmush usulimizga elib keladigan tahdidlardan ho'shiyor bo'lishimiz kerak dedi. O'tgan bir necha oyda Pompeo va Amerikaning boshqa amaldorlari Xitoyning yuqumning dastlabki bosqichida muhim uchurlarni yo'shirganligini ko'p qatim tanqid qildi. Undan boshqa Pompeo Xitoy hukumatining yaqinqi bir necha hafta ichida Hong Kongda yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan davlat bexatarlik qonuni va Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni bostirishini oshkora tanqid qildi. Xitoy poytaxti Beijingdagi yana bir bozorda Wuhan virusi bayqalganligi sababidan bu shahardagi 10 rayonning karantin qilinganligi e'lon qilindi. Aloqador doiralar shaharning g'arbiy shimol rayoni Xaydan bozorida Wuhan virusi bilan yuqumlanganlarning yangidan bayqalganligini va rayondagi maktab, mol sotib olish markazlarini taqashni qaror qilganligini e'lon qildi. Buningdan boshqa axborot e'lon qilish yig'inida bu atrofga qo'shni 10 rayonning karantin qilinganligi e'lon qilindi. Xitoy Davlatlik Sahiya komiteti shanba kuni yaqinqi 24 soat ichida 57 yangi yuqumlanuvchi bayqalganligini, uning 19 nafarining chet el manbalik ekanligini e'lon qildi. Bu Xitoyda 4-oyning 14-kunidan buyon eng ko'p yuqumlanuvchi e'lon qilinishi bo'lib, 46 bemorning taqib etilgan dehqonchilik mahsulotlari bozordan kelganligi bayqaldi. Bozor atrofidagi 11 o'ltiraq rayonda yurishni cheklash, tantarbiya faoliyatlarini vaqtincha to'xtatish va 9 maktabda o'qishni to'xtatish qatorliq har xil tadbirlarni yo'lga qo'yganligini e'lon qildi. Shanba kuni dunyoning nurg'un shaharlarida saqchilarning zo'ravonligi natijasida vafot bo'lgan George Floydning o'limidan keyin boshlangan irqchilikqa qarshi namoyish o'tkazildi. Angliya poytaxti Londonda irqchilikqa qarshi namoyishdan boshqa 10 kishilar tomonidan qarshi namoyish o'tkazildi. Parlament maydoni va atrofiga yig'ilgan 10 guruhlar bilan saqchilar o'tirisida to'qinish yuz berdi. Angliya taratqularida tarqalgan sin va suratlarda bir qism namoyishchilarning saqchi hujum qilganligi, botilka va istutak bombasi otganligi va Angliya deb to'g'ilganligi ko'rsatildi.
Saqchi xodimlari namoyishda 100 dan ortiq kishining qo'lga ilinganligi va 6 saqchining yenik yaralanganligini e'lon qildi. Bosh minister Boris Johnson zo'ravonlikni ayblab, irqiy oshqunlikning ko'chalarimizda o'rni yo'q dedi.